Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bir necha kun oldin yomg'ir sabab zarar ko'rgan va bizga yaqinda murojaati kelgan ushbu oilaga doir murojaatni oldik. Inshaalloh ularga ushbu chodirlarni hamda moliyaviy yordam beramiz. Toki ular o'z chodirlarini ta'mirlab, ayniqsa qish faslida mustahkam qilib olsinlar. O'zbek birodarlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarga juda ko'plab ajrlar ato etsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: sadaqa berish bilan mol kamaymaydi. Alloh taolo sizlarni g'azodagi birodarlaringizni qanday asrasangiz, sizlarni ham o'zi asrasin. Ushbu sadaqa sabab Alloh sizlarni o'z soyasida soyalantirsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu yordam o'zbek birodarlarimiz tomonidan hadya qilinmoqda. Alloh ularning barchasini asrasin. Alloh rozi bo'lsin. barakallohu fihim jami'an wa adamahum dhukhran lil watan. دعواتك الحمد لله.